Hiç sig'dirolmayapman. Ko'chamni pullarni ushlaganim yo'q edi. Alloh bir kunda berarkanmi? Sizlar qilgan yordamlarni shu bugun juma kunida topshirdim. Shunaqa ichlarim maza qilardi, ishoninglar. Qalaysizlar? Yaxshi. Charchamayapsizlarmi? Ko'p narsa olib kelolmadimmi? Bittasida go'sht po'shlar bor, ikkinchisida meva-chevalar bor, uchinchisida Ukajon, hech ro'zg'orlik. nimalaring kerak emas. Shu bir og'iz shu eshigimdan shunday so'zlar bilan kelganingiz uchun ota-boyozga rahmat. 4-chi setka ham borda. Buning ichida nima bor deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'ring-chi. Olloh bergani bilmadim ukajon. Bu setkaning ichida mana shu uyni ta'mirlash uchun 80 million so'm pul bor. Alloh rozi bo'lsin shulardan. Bugun juma kuni, yaxshi kun. Hayotingiz bir kunda o'zgarib ketadi degandim-ku. Jannat kirib keldi uyimga, jannat. Toshkentda Trilliant biznes sentri borda. O'sha yerdagi tadbirkor biznesmen akamiz mana shu konvert sizga berardilar. Bu konvert ichida 10 ming dollar pul bor. 10 ming dollar. Men qanday bilaga qanday sog'inchligimni 120 million shuni ichimizda. qanday aytay bilaga ukajon. Mana oling. Alloh rozi bo'lsin. Birginasiga ming bersin. Men bu 5 ming dollar buni konvert ichida. Men bu 20 million, yana 20 million, yana 20 million, 60 million so'mda bo'lyapti. 5 ming dollar dollarda. Общий hisoblaganingizda mana shu yerda 10 ming dollar turibdi. Mana bu pullar bilan hammasi birgalikda 201 million 500 ming bo'ldi. Rahmat. Duo qilib qo'yasiz. Duo Hamma qilaman. ehson qilganlarni, hissa qo'shganlarni, Hammasiga. yordam berganlarni. Yordam berganlarga, qo'lini menga cho'zganlarga, mana shundaykina ko'rganlarga, ota-bosiga rahmat balam. O'rtoqlar, bizning obunachilarimiz soni yaqinda 2 milliontaga yetadi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilardim, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga like bosib tarqatib qo'ysanglar, boshqalar ham obuna bo'lishsa, xudo xolasa mana shunaqa yaxshi ishlar davomiy bo'ladi.